Qishloqlar hamma shu yerdami? Tezroq. Bo'ldimi hamma? Qishloqlar hamma bo'ldimi? Ha, hamma bo'ldi. Qani qo'shning, sen qo'shning qani? Yuraqsan qo'shnim qani? Hozir telefonim qotyapti. Nimalar bo'lyapti? Bolalar, sonishmasam bo'lmaydi, to'xtab turinglar. Sizlar bunkerda turib turinglar. Hop. Barchaga assalomu alaykum. Короче, yana shu skinda o'ynamoqdaman. Короче, bolalar, bizga zombi apokalips bostirib kirdi. Короче, hamma yerda zombilar bosib ketdi. Endi qishloqni topishim kerak. Qo'shni, qayerdasiz? Serijitel. Salom, tezroq bunkerga. Salom, Husanboy tezroq. Bunkerga emas, menda zo'r ideya bor. Qanaqa ideya? Qanaqa yursak ko'rsataman. Qanaqa ko'rsatchi? Qishloqqa nimaga bu qabrni ichiga kirib oldik? Qanaqa meni shu yoqqa bekitib qo'y. Meni ustimdan baloqlar qo'yib, yerda baloqlar qo'yib qo'y meni. Qanaqa zombilar aytay bo'lsa meni o'lgan deb o'ylashadi. Yo'q, bunker yaxshiroq. Yo'q, bunkerda bir kun buzishadi bunkerda. Bu yerda esa meni sezishmaydi ham. Yo'q. Aytgani qil. Bu o'xshab. Mayli, o'zing bilasan lekin. Bo'pti, tezroq ko'p. Tur, nima yotib olding? Tezroq ko'p. Ana shuni xohlaysanmi? Ha. Voy, shunchalik ham tupoy bo'lasanmi? Qanaqa meni tupoy dema. Voy, o'zim ham tushib ketdim. Ustimdan chiq. Xo'p, chiqdim-ku. Mayli, o'zing xohlaysan. Voy, bechora, mayli. Voy, qayerdasizlar? O'zim o'taman men sizlar zombilarda. Qani, zombi, qani? Zombilar qani? O'qitotsam qani zombilar? Hozir zombilar ichiga kirdi-yu. O'qitotsam zombilar qochib ketdi-yu. Voy, ha. Ketdik. Qishloqqa, Serijitel. Короче, zombilar habas ketibdi, chiqaver, bola. Nima deysan? Chiq, tezroq, Doshi eshitilmayapti. Zombilar ketibdi. Ha, zombilar ketibdimi? Ha, zombilar ketibdi. Ha. Bu qabr kimniki? Bu qabrmi? Bu yerda Serijitel bor. Nima o'ldimi? O'ldimi? Yo'q. U prosta bekinish uchun shaka bekinib olgandi. Shaka bekinadimi jiddi degan? Nima bo'lyapti? Nima deysan? Nima bo'lyapti? Gap vahshiy eshitilmayapti. Sizlargami? Ha, bir narsa deyapti shekilli. Bilmadim yana. Короче, men kim birinchi omborxonaga borsa, o'shinga bitta tort. Ketdik tezroq. Xo'sh, hozir qishloqlar juda ham ko'payib ketdilar. Hozir hammaga tortdan olib ketaman. Olib kelaman chichasidan. Tezroq olib ket, tezroq yeylik. Meni qornim ochib ketdi juda ham. Buni tezroq nishonlashimiz kerak. Tezroq yes. Hozir olib kelaman. Juda ham maza qilib dam oldik. O'sha qorong'i ham pastga tushang deb qoldi. Xo'sh, bugun nimanidir unutgandayman-da. Unutgandim. Bolalar eslatib qo'yinglar, nimani unutgandim. Eslamayapman. Bolalar nimani unutgandim? Bo'ldi, esladim. Dalalardan olib qo'yishim kerak edi. Amayli, ertaga olarman. Bo'lmasam hozir uxlashim kerak. Boshim og'rib ketdi, qaranglar. Mashinam eskirgan, короче. Haligi pullarimni oldingi akkauntimda, kanaldagi videomdagi, oxirgi videomdagi o'sha pullarda bir narsa olmoqchi edim, lekin doimgidek mer olib qo'ydi. Bilmadim, musorada qildimi, bilmadim, o'sha pullaringni ber dedi, короче, lekin menga chegirma qilib berdi. Ya'ni 1 yil oylik to'lamasdan yashashim mumkin. Bu juda ham mazza. Bo'lmasam uxlasam, qurol solib qo'ying. Bugun juda ham qiyin kun bo'ldi. Tezroq boshim og'riyapti, uyqum kelyapti. Tezroq uxlash kerak.
Mazza bolalar. Yana bir bor barchaga salom. Salom, men yana Husanboy. Yangi kun bilan tabriklayman. Ko'p ish qilish kerak bugun. Olamiz tezroq. Hamma mollarda o'rib qo'ymasam, ekinlarda bo'lmasam yana jalb qiladi. Men o'zi. Lekin bundan ham ancha daromad ko'ryapman. Busiz men qornimni to'yg'iza olmayman. Shuning uchun ham ekib qo'ygan yaxshiroq. Xo'sh. Mana bularni ham olamiz. Mana bu turinglar. Husanboy. Nima? Qishloqqa nima bo'ldi? Husanboy, qancha haligi seri shetel bordi-ku. Ha. O'sha shetelda kecha aytib nima deysizda, hani futbol o'ynaymiz deb chaqirib, shu ilgari kuni futbol o'ynaymiz degandik. Lekin u hani zombi apokalipsis bo'lib qolgani uchun bo'ylab olmagan. Bugun o'ynaydimikin deb so'rasam chiqsam, hech kim yo'q uyda. Rostdan ham qiziq. O'zi uyda bo'lish kerak edi-ku. U doim shu paytlarda uxlab yotgan bo'lardi. Bilmadim, lekin uyda yo'q. Qani, qarab ko'ring-chi. Mayli, bekatda bo'lmasam. Mayli, yaxshi bor. Qishloqqa. Kim bor? Eshigi ham ochiq. Qishloqqa qani? Uyda yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Kecha bir narsani esimdan chiqarib qo'ydim degandim, lekin bu o'tlardi. Xo'sh, mayli, ko'ramiz. Masalan, mana bularni ham ekib qo'ymasam. Bularni ekamiz, bularni esa olamiz. Mazza. Ko'ramizchi hozir. Mana bularni ekib qo'yish kerak, qarchi. Mana bu yerda. Zo'r. Kartoshkalar bugun yaxshigina hosil berdi. Endi ancha pulimiz bo'ladi. Menimcha bunga 400 minut beradi. Lekin shu muammo bor. Lekin haligi 5 stok olmas edi. Mayli, izunut edi. Mayli, bo'lmasam qayerda o'zi bilmayapman-da. Qayerda bo'lishi mumkin? Yo'q, yerda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin bolalar? Xo'sh, seri jitir qayerda? Men topa olmayapman. O'ylanib topa olmayapman. Xo'sh, bir narsani esimdan chiqarib qo'ygandek tuyulyapti, lekin hech narsani esimdan chiqarib qo'ymaganman. Mayli-chi, hech negadir yo'q. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Mana, qishloqqa yaxshimisan? Ha, yaxshi. Короче, haligi seri qishloqqa qayerda? Ko'rmadingmi? Hech qayerdan topa olmayapman. O'zing aytayotganding-ku, zombi apokalipsis paytida. Nimani aytyapsan? Haligacha nima edi? Esimdan chiqib qoldi-chi. Esladim. Day. Qayerda? Sen bilasanmi? Bilaman. Haligida biz nima aytyapman? Qanaqa? Boshim og'rib ketdi, uyqum kelyapti. Tezroq aytki, men qishloqni qidiryapman hamma yerdan. Seri qishloqni hammadan qidib chiqdim. Bo'pti, aytaman. Короче, biz aytayotgandik-ku, o'shanda sen aytganding, uni ko'mib qo'ydim deb. Bola esimda yo'q. Qishloqqa halt olib tur. Qayerga ketyapsan? Tezroq. Qishloqqa yaxshimisan? Tovush chiqmayapti. Buzolmayapman. Qishloqlar, bu yoqqa kelinglar. Tezroq, qishloqlar, tezroq kelinglar. Nima bo'ldi? Buncha baqirasan? Seri shitir mana bu ichida qolib ketdi. Nima deysan? Tezroq chiqarish kerak. O'shuncham tezroq.
Nimaga boqiryapsan shuncha? Kiruvchi serishiter mana bu mana ichida qolib ketibdi-ku. Nima? Tezroq chiqarish kerak, esda yo'q. Ha, tezroq bo'linglar, menga bironta narsa beringlar ochgani. Hozir beraman. Rahmat. Tezroq. Buzdim. Shitel, qishloqqa yaxshimisan? Yordam kerak. To'xta, hozir chiqarib olamiz seni. Hozir seni chiqarib olaman. To'xtab tur. Buncha og'irsan. Qishloq, meni kechir. Men atay qilmaganini men bilmay qolibman. Hech narsa yo'q. Muqobatlanayman. Meni juda ham kechir. Iltimos, meni kechir. Hozir to'xtab tur, qishloqlarga aytang. Qishloqlar hammasi joyida. Rostami? Ha. To'xtab turinglar. Bolalar, aytsam, voshshi muammo ko'p bolalar. Bunday deb o'ylamagandim. Hammasi shu zombilar deb bo'ldi. Sal qolsa qo'shnim o'sha yerda qolib ketishini ham sal qolardi, yaxshi ham aytib qo'yibdi. Bola, sizlarga men Husanboy bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr bola. Bo'pti. Пока. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'linglar.